Bayazid Bastomiy hazratlari jinnixona yonidan o'tayotganlarida bir tabibning xovonchada dori maydalayotganini ko'rib, "Behad gunohkorman. Shu kasalimga qarshi doring bormi?" deb so'rabdilar. Tabib boshini ko'tarib ulgurmasdan jinnixona panjarasidan qarab turgan bir xasta tavbaning tomiri bilan istig'forning yaprog'ini aralashtir. Qalb xovonchasida tavhid to'qmog'i bilan tuyib, maydala, insof elagidan o'tkaz, ko'z yosh bilan aralashtir, ishq tandirida pishir va bomdod bilan shom orasida ko'proq tanavvul qil. Ko'rasan, xastaligingdan asar ham qolmaydi deb javob beribdi. Bastomiy hazratlarining ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, "Yo Robbim, bu dunyo xastaxonasida ne tabiblaring